Hoji Akbar aka, shu kunlarda atrofingizda blogerlar ko'payib ketibdi. Endi ukam hammasi mayli, e'tibor uchun katta rahmat-u. Lekin hammasini bitta savoli bor. Nega odamlar o'limdan, mozordan bir ibrat olishmayapti deydi. O'zi ham bunda o'ylab qarash kerak. Halovati yo'q o'sha blogerlarning ham-da. Halovati yo'q. Mana nima deydi? Podpismi, prosmotrni ko'paytirishligi uchun kechasi bilan menga nima savol berishlikni o'ylab chiqqan. Ada nima yo'q yotsa, bolam chetga o'tib turman, ertaga men bunaqa joyga borishim kerak deb, o'sha oilani ham chetga so'radi. Obro' talash, mansab talash, pul talash, uy talash, mana shunaqa narsada halovati yo'qligidan bu narsadan kim ibrat oladi? Misol uchun menga aytishligi mumkin ko'pchilik. Siz deydi, mana o'zingizni anaqa, men payt kelib 100 yildan keyin bizani ham hech kim eslamaydi. Biz ham mana ochiq osmonda, yomg'ir tagida, qor tagida yotishligimiz, qurib qo'ygan 5 etajli uyimizga ham 5 soatga sig'masligimizni odamlarga tushuntirish maqsadida. To'g'ri, Xudo beradi. Masha ekanda yashash kerak emas. Lekin bu yog'ini ham o'ylash kerak. Ertaga qanaqa qilib javob beraman degan narsani o'ylash kerakligini men aytmoqchi bo'lib chiqaman ko'pincha odamlarga. Ya'ni bu qabrdagi odamlarni farzandlari eslamasa, nevaralari eslamasa bo'ldi, avaralar eslamaydi degan maqsadda gapiraman. Shuning uchun tirikamiz ham ota-onamizni qabrini eslab, uni sal avaylab, e'zozlab turishimiz kerak. Bizdan keyin shundoq ham yo'q bo'lib ketadi. Mana shu narsalarni men gapirib chiqish maqsadida. Hech qanaqangi bir anaqa emas. Baraka toping aka, rahmat.